Tasavvur qiling, endi rasmiy ish xatingiz bo'lmasa ham ipoteka olib, kvartira xarid qilishingiz mumkin. Ha, O'zbekistonda shunday yangi qoidalar tayyorlanyapti. Endi frilanserlar, o'zini o'zi band qilganlar va kichik tadbirkorlar ham kredit olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endilikda banklar sizning daromadingizni faqat maosh varaqasidan emas, balki karta harakati, shartnomalar yoki mijozlar bilan bitimlar orqali ham baholaydi. Bu minglab oilalar uchun katta imkoniyat. Bürokratiyasiz, rad javobsiz o'z uyiga ega bo'lish shansi. Bozor uchun esa bu yangi bosqich. Xaridorlar ko'payadi, raqobat kuchayadi, viloyatlarda faollik oshadi. Nega hukumat bunday qarorga keldi va rasmiy daromadsiz ipoteka olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? To'liq maqolani Realting.uz saytida o'qing. Siz bilan birga edi Zamira Alimova va Realting TV. Obuna bo'ling. O'zbekiston ko'chmas mulk bozoridagi eng muhim yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilib oling.